Шанхайда алдамчыға yo'liqqanda. Turmuşning o'zi eng yaxshi darsxona. Har qanday kechmishning o'zi qimmatli boyliq. Shunga bolalarni turmush go'zalliklaridan ko'proq bahrilantirayli. Ular turmush realligida qorong'u bulung pushqoqlarning mavjud ekanligini bilsin. Shunda qilgandila bolalar o'zini qo'g'dashni o'rganalaydi. Bir necha yil ilgari gazetda mundaq bir xabarni ko'rgan edim. Beyjingdagi ma'lum bir tuluqsiz o'rta maktabda o'qiydigan bir qiz yo'lda ketib bir ayol uningdan ko'p so'raganda qipti. Ammo qizchaq uning gapini aniq anglayolmag'achqa biror hojati bo'lsa yordam qilay degan niyatda "Nim dedingiz?" deb so'rabdi. U ayol damonliqqa bir nim deyolmay tit bo'lib turib qopti va "Deb kelsam gap chiq, mashinaga chiqing, deb beray" debdi-da qizchaqni yonidagi minibusga ishtirib chiqaribdi. Shunda qilib 14 yoshli bu qizni odam bediklari Xibidagi bir sahroga borib setib etibdi. U qiz 6-7 yil o'tgandan keyin, ya'ni 20 yoshga kirganda aran uyga qochib kelib olibdi. Angacha u qizning saboqdoshlari oliy maktabga chiqibdi. Bu sho'r peshona qiz tuluqsiz o'tir maktabdan o'rlab o'qiyolmaganligining ustiga heliq yezda bir balliq bo'libdi. Bu beg'abar qizning baxtini umrlik vayron qilgan ashu voqea haqidagi xabarni o'qib, u bechora qizga bakmi echinib ketdim. Gazet yoki televizordan bolalarning oldam holatiga tushunib ketganligi haqidagi xabarlarni ancha-muncha ko'rib turamiz. Ba'zi bolalarning uchirgan darsvochiliklari haqiqatan odamni cho'chitadi. Ashunda xabarlarni anglagan hamon qizimga deb berdik. Meningcha bolalarni ziyon zahmatga uchirtayotgan ashunda voqealarning ko'pinchisi cho'nglar bilan bolalarning aqliy turmush savotlariga xam hushyorlikning ojiz ekanligidan yuz beryotidi. Bexatarlik tarbiyasi jihatda boshqalarning kechmishlari bolalarning aqliy turmush savodlarini o'rganib olishiga turtki bo'la oladi. Qizimga dunyoning go'zalligi, atrofdagi kishilarning yaxshiliklari haqida izchil tarbiya berib kelgan bo'lsaqmi, dunyoda yana oshko'zlik, soxtalik, zo'ravonlik va razillik qatorliq salbiyliklarning mavjud ekanligini muvofiq fursatda tushuntirib turishni unutib qolmaganmiz. Bolalar sot keldigan bo'g'ashqa hikoya cho'chaklardagi ablahga o'xshash yomon odamlarning o'zining atrofida bor ekanligini aslo bilmaydi. Qizim atrofdagi shundoq yomon odamlarning zodi qandoq bo'lganligini hozirgacha ko'rib boqmag'achqa, uning real turmushdagi yomon odamlarni faqat hikoya cho'chak yoki televiziya teatrlaridagi ablahlarga o'xshaydi deb qolishidan, ko'ringanlar odamning hammasini o'ziga o'xshash oq ko'ngillarni hisoblab bexodlik ichida qolishidan bakma ansiraytdim. Turmush eng yaxshi darslik ekan. Qizim 8 yosh kirgan yili ana bola ikkimiz ta'limimizga Shanxayda aldamchiga uchrab qoldik. Ashu ish bolani cho'nqir bir tarbiyaga ega qildi. Biz Shanxayga berib kelishda poyezga o'tirgan edik. Boradigan chog'da udildagi yotquga o'tir yoshlardagi salobatlik bir odam chiqdi. U atrofdagilar bilan Shanxay shivisida nihoyat adab bilan paranglashib o'tadi. Gapiga qaraganda Shanxaydagi ma'lum bir idorada ishxona mudiri ekan. Shanxayning ujur-bijirni pishiq bildigan. U chog'da ana bola ikkimiz yotoq sakaz qilmagan edik. Ham Shanxayda tunish bilishlarimiz yo'q edi. Poyezddan tushadigan chog'da u kishidan yaqin atrofda qatnash qulaylikroq, bahosi muvofiqroq mehmonxonaning bor yo'qligini so'radim. U ham azon, ham pokiz bir mehmonxonaning bor ekanligini deb berdi. Uningdan ashu mehmonxona qanday boradiganligini so'rsam, u "Voy rost, men ashu yo'lnish bo'yicha mangman. Taksidan birini kira qilib bilimangayli" dedi. Sal-pal tashvishlangan bo'lsam-mu, uni yomon odamga o'xshatqim kelmadi. Ham yomon odam bo'lgan taqdirdami ko'p kunduz nima ish qila oladi deb o'yladim. Uning ustiga aldamchilarning hiylasidan qanday ehtiyot qilishni ancha-muncha bilatdim. Shunda qilib yordam qilmoqchi bo'layotgan bu odamga tashakkur etdim. Turibla, birov yaxshi ko'ngil bilan yordam qilay deb olsa, uningdan gumonlanganimni misiyamdi deb o'zimni aybligim keldi. Poyezddan tushib bir taksiga chiqdik. Heliq odam taksi shofiriga bir nimalarni dedi, ammo lekin men aniq anglayolmadim. Taksi Avat shahar rayoniga kirib kelibdi, ko'nglim xeyli xotirjam bo'lib joyiga tushib qoldi. Alahazal yarim soat mang'andan keyin heliq odam shofirga "To'xtang, men tushib olay" dedi. Va taksi to'xtashi bilan darhol tushishga tamshilibdi. Men uningdan "Heliq mehmonxona qanday bordi?" deb so'radim. U udil tarafni ko'rsatib "Oz qoldi" dedi. Men aniqroq so'rab olay deguncha u taksining eshigini güp deb etib, orqasiga qarabmi qo'ymay ketib qoldi. Shu orliqda shofir mendan "Nega boratdinglar?" deb so'radi. Men
Boyqa odam degan mehmonxonaga-chu, deb javob berdim. Nima? deb so'radi shofir. U odam menga mehmonxonaning gapini qilmadi-ku. Bu atrofda mehmonxonam yo'q tursa. Men shu chog'da u odamning kira haqini boshqalarga to'ltib oladigan aldamchi ekanligini bildim. Qizim dastlabda ishimni anqiramay, u odam nimishqa yo'q mehmonxona bor degandu deb o'ylab qoldi. Biz bir muncha yo'lni aylanib peqirab aran deganda bir mehmonxonaga tushdik. Qizim shu chog'da ishning tegiga yetdi. Ha, asli u odam taksiga bekorga chiqib olish uchun yolg'ondan mehmonxona bor deb qo'yibdi ekanda, dedi qizim. To'g'ri dedingiz, dedim men kulib turib. Keyin ana bola ishkaylar o'tirib bu ishni mulohaza qilib boqdik. Bu qarmoqqa oddiy bir ish, ammo uningga texmi cho'nqur xavf yoshiringan bo'lsa-chu. Navoda shu xatarga yo'liqib qolgan bo'lsa, qanday qilishimiz kerak? Demak, har qanday ishning boshlanishida kutilmagan xatardan saqlanishning tayyorligini puxta qilib, olimona ziyon zahmatning oldini olish lozim ekan. Dastlabda hiliq odamga ochig'im kelib, bu shanxayliklarni qaqvash deb bekor aytmabdi ekan, deb aytibdiman. Turibli bolaning oldida bu gapni kesib aytib etganligimdan pushaymon qilib qoldim. Chunki qizim bu gapni shanxayliklarning hammasi qaqvash, yaxshi nimalar emas ekan deb tushunib qolsa, bu shaharga o'sh bo'lib qolib, bir necha kunlik shanxaylik sayohatini g'ashlik o'tkazdi degan gap. Shu gapni darhol boshqa yoqqa burdim. Qaqvash degan so'zning-chu aql degan ma'nosi bor. Aqlli odamlar yaxshi ishlarni, cho'ng ishlarni ta'virtalaydi. Qarmamsiz, Shanxay shahrining obodligiga. Mushundaq katta shaharni shanxayliklar dal ashundaq ahli tayinib barpo qilgan. Boyqa odam shu aqlli shanxayliklarning doshqili ekan. Undaq odam abadiy rivoj topmaydi. Undaq odamlar hamma yerda bor. Ammo shu yerga vakillik qilolmaydi. Shanxaydami yaxshi odamlar ko'p. Boyqa taksining shofiri, mehmonxonaning mulozimlari shundaq yaxshi odamlar ekan. Shunda qilib qizimni bir shabihilardan xalos qilgan bo'ldim. Rost gapni desam, osh ko'ngilsizlikda ziyon zahmatga uchirmoqda yo'q, aksicha bolani obdan tarbiyaga ega qilib oldim. Qizim Shanxay turgan bir haftada nihoyat ko'ngilli o'yindi. Qiziq yeri Shanxay vokzaliga qaytishning biletini olib olganda yuz bergan bir ish bizni Shanxay safaridagi ikkinchi savoqqa ega qildi. Ana bola ikkimiz vokzalning oldidagi mehmonxona tutishadigan yo'lda ketib o'tdik. Angacha bir yigit kelib bizga surgilishib degandek itdek o'tib ketdi. U oldimizga o'tib ishtinning orqa yonchiqidan bir nimani olganda qilib edi, bir dona hamyon siyrilib tushib qoldi. Ammo u yigit hamyonning tushib qolganligini sezmay ketaverdi. Ana bola ishkaylan u yigitni to'lab boqdik, ammo u anglamadi. Qizim u yigitning varqirg'imizni anglamay ketaverganligini ko'rib, yerdagi hamyonni qo'liga olmoqchi bo'ldi. Shu chog'da kallamga tuyuqsiz bir xayol kelib qoldi-da, qizimni kappida tutib olib yerdagi hamyonni og'ilib qo'ymadim. Hamyon xalil cho'ng edi. Shuni yerga tushgan chog'dagi poket qilgan ovozni xali unli chiqqan edi. Onun ustiga ana bola ikkimizmi uni bor ovozimiz bilan tovladik, ammo u anglamadi. Ehtimol u rostla anglamaganmidi. Shunda qilib ana bola ikkimiz u yigitning keynidan yugurib bordik. Hamyonimiz tushib qoldi, dedim men u yigitga 10 metr neridagi hamyonni ko'rsatib turib. Heliq yigiti o'ch odamdek oliyib bir qarab etgandan keyin gap muqimay berib yerdagi hamyonni oldida udul ketib qoldi. Qiziq o'kashgan-ku bu, dedi qizim nim bo'lganligini bilmay gangirganicha. Qarang'a talatiga rahmat bu demay ketib o'tdi. U degan aldamchi, dedim qizimga tushundirib. Keyin qizim ikkimiz gazetdan ko'rgan xilma-xil aldamchilik hiylarini tahlil qilib yurib, heliqi yigit qo'llamoqchi bo'lgan aldamchilik hiylasiningmi shular ichida bor ekanligini bayqadik. Uningda aldamchi ashunda kamyondan birini yemchik o'rnida yerga tashlab qo'ydi ekan. Navoda uni yerdan shundaqla olsangiz, hamyonning egasi tuyuqsiz kelib, o'sha hamyonning ichiga qo'yilgan to'zaq orqali yo pulingizni aldab olib oldi ekan, yoki sizni qoqti-soqti qilib oldi ekan. Ana bola ikkimiz bundan mundaq bir yakuni chiqardik. Aldamchilikning shakli va hiyla nayronlari xilma-xil bo'lsa-mu, uningdagi mudda faqat birlik ekan. U bo'lsa-mu boshqalarni nafga intildirib, qiltaqqa dastish. Ilgari qizimga deb bergan aldamchilik asosan qog'oz yuzidagi gaplar edi. Bu qatim o'z ko'zi bilan ko'rgan amaliyot davomida aldamchilikdan paxas bo'lishning tajribasini haqiqiy o'rganib oldi. Buningdan keyin birovning biror narsa tushib qolganligini ko'rsangiz qanday qilsiz? Dedim qizimga.
Menimcha faqat kar bo'lmay o'tib ketsimi bo'lmaydi, dedi qizim. Navoda o'sha odam u narsani rostdan tushirib qo'ygan bo'lsa-chi? Shunga u odamga bir narsangiz tushib qoldi deb vaqirayman. Ammo u narsani hargiz qo'limga olmayman. Barakallah qizim, dedim uni maqtab. Qizimni ilgari aldamchini ko'rib baxmag'achqa ko'nglida ularga ko'rgan hikoya cho'chaklaridagi bo'yicha ansilib oldi tayinliq, haqiqiy aldamchiga rostdan uchrab qolganda bexaslik qilib qolarmikin deb ansiraytdim. Mana endi ana bola ikkimiz degandekla aldamchiga uchrab qoldik. Yana kelib ular qaramaqqa noyda durust odamlardek ko'rinadi. Shunga qizimdan ko'chlab so'rab baqdim. Balam, bayqa odamlarni dastlab ko'rganda ulardan gumonlanib baqdingizmi? Yo'q, deb javob berdi qizim. Shunda qizim, hech qanday aldamchi yoki askar odamning peshonasida qashqisi bo'lmaydi. Odatdagi normal odamlardek ko'rindi. Ba'zilar hatto boshqalarga oq ko'ngil mo'tivarlardek tuyg'u berdi. Shunga biror odam yoki ishga baho berishda uning tegi-taktini ravus tushunib bo'lmaguncha ehtiyot qilganimiz tuzuk. Qısqası Şanxayda bo'lib o'tgan u ishki ish hech qancha qizig'i yo'q odatdagi ishlar bo'lsa-mu, u shu bir necha kunda ko'rgan tabiat muzeyi, qadimgi Misr madaniyati, Jinmao saroyi, Şanxay sahili qatorliq sayohat nuqtalariga o'xshashlar bizga unutilg'usiz ta'sirotlarni qoldirib, shu qadimgi sayohatimizning mazmunini beyitdi. Qizimga nisbatan teg'imi shundoq. Şanxaydan qaytib kelgandan keyingi bir ishni hozir o'ylasam, ham qo'rqqum, ham xursand bo'lgim keladi. Bulubmu qizimning aqli va tuyg'uligiga tashakkur etkim keladi. Menimcha qizimning shu aqli shu qatimki Şanxay safaridan kelgan bo'lsa kerak. U kuni shanba edi. Odatdagi chog'langiga o'xshash ana bola ikkovlan ko'cha avtobusda bir soat yurib, qizimga g'ijak o'qitayotgan muallimning uyiga bordik. Qaytashimizda hojatxonaga kirmoqchi bo'lib, burungi odatimiz bo'yicha yo'l bo'yidagi mehmonsaroyga qarab mandik. Bu mehmonsaroyning tijorati obdan bo'g'ashqimi ish qilib kirib chiqadiganlarning oyog'i uzilmaydi. Mehmonsaroyning qubul zali nihoyat cho'ng bo'lgani bilan ommaviy hojatxonasi 2-chi qavatda bo'lib, ham yo'riq ham pokiz edi. Ammo shu kuni u mehmonxona bizga boshqacharoq tuyuldi. Qubul zalining eshigi yopiq, ichi qop-qorong'u edi. Biz eshikni ishtirib mehmonxonaning qubul zaliga kirdik. Zalda chiroqmi, odami yo'q edi. Bundan sal-pal andikib qoldik. Sapsalib qarsak, bulon tarafdagi sapada biraylan o'tiribdi. Umu bizga savol nazarda qaradi. Biz nim bo'lganligini so'raydik, u saroyni bezmoqchi, tijoratni to'xtatdik, dedi. Biz saroyga tushmaymiz, hojatxonaga kirib chiqaylik degan, dedim u kishiga. Ha, 2-chi qavatda, dedi u odam. Bu odam qaraganda bu yerning kuzatkichisi bo'lsa kerak. Men u odamga ashqal etgandan keyin qizimni yetlab 2-chi qavatga chiqmoqchi bo'ldim. Atrof timtoz va qop-qorong'u edi. Men 2-chi qavatga chiqmoqchi bo'lib palampayga putimni ilishimga, "Oppa, bo'ldi chiqmaylik-ku, tezroq chiqib ketaylik", dedi qizim past ovozda. Buni anglab yuragim qartliqib qoldi-da, vujudimni so'g'oq darbas qildirdi. Shunda qilib qizimni yetliginimcha orqamga darhol yondim. Heliq kuzatchi ustiga chiqmaganimizni ko'rib darhol o'rnidan turdi. Yo'ldashimni kirmoqchi edi, shunga uni boshlab kiray, dedim kulib turib kuzatchiga. U kishining talatiga qarashqim petlanmay qizimning qo'lidan yetliginimcha ish tarafga qarab ishdik, ammo tamkinmadim. Mehmon saroyning bo'sig'isidan chiqib olib, cho'ng bir balo qazodan qutulgandek dedim. U kuni hech ish bo'lmadi. Hojatxonaga kirgan bo'lsaqmi ehtimol hech qanday falokatchilik yo'liqmas bo'lg'aydik. Ammo bu ish menga intayin og'ir bir xatarga tavakkul qilgandek tuyuldi. Mana nurg'a yillar o'tibdi. U ishni hozir o'ylasammi tanlarim tikallashib, o'zimni shu chog'dagi galvonliqim uchun aybligim keladi. Buningda qizimga 1000 martaba tashakkur etaman. Amdil 8 yoshga kirgan Ma'sumaning shu chog'dagi tavsiyaligiga chin dilimdan qoyil bo'laman. Qisqasi turmushning o'zi eng yaxshi darsxona. Har qanday kashmishning o'zi qimmatli boyliq. Shunga bolalarni turmush go'zalliklaridan ko'proq faxrlantiraylik. Ular turmush realligida qarong'u bulung'ushqoqlarning mavjud ekanligini bilsin. Shunda qilganda bolalar o'zini qo'g'dashni o'rganalaydi.